Rostdanmi? Aka, men ishonmayman. Qani? Men Nurislom, bizning ofisiantimiz. Realni mana Rolex yuradi. Mehmon sovg'a qo'ygan banketda qilganiga. Seriyozmi? Eng katta choy istoriyasida. 15,000 dollarlik mashina. Oddiy bolda ishlamaydi. Sababini ham aytaman. Men qirib berib ishlaganiga addushi mana chiyoyi qoldirishadi. Gap. Nima berasiz aka? Ertadan mashq chiqaman. Realni. Ya, hazraman. Islom, ertadan birga ishlaymiz, a? Yo, mana parol. Rolex. Yo, chestni aytaman, mana kalyanchikam kecha aytyaptiman, yo'q, kechani o'zida 6 million chiyoyi qoldirishadi. Gap. Sababi men qirib berib ishladim. Bu mana Nurislom ham misol uchun hech qachon odam tanlamaydi. Kelganda sirazu mehr berib, dajani narsalar aytib qo'yishni, zararni aytib qo'yadi. Do'kondan narsa olib kelishga o'zi do'kondan olib kelib beradi, tushunasizmi? Gap. Mehr berib ish qiladi. Ha, akalar Allohga oson deshadi-yu. Orzu qilgan narsalarni g'oyibdan yetkazib qo'yishadi. Istamam, kontentni tushunib o'rganim yo'q. Realni Rolex qo'lida tekshirtirilgan, realni sovg'a qilingan. Realni. Men qoyil qoldim. 20 yosh. Zo'r. Aka, yomon ishchi o'zi bo'lmaydi. Любой ishda harakat qilsa, по-любому pul topasiz. aka, mana shunaqa ishlayvering, keyingisi men bitta Mercedes berib ketishadi, aka. O, gap yo'q. Men to'shni chiqaman ertadan. Bo'ldi, zo'r. Zo'r. Bu yo'g'ini men tugatib yuboring.